O'zgarish nihoyat tez, ta'siri intayin cho'ng bir dunyoda yashayapmiz. Bundaq davrda farzandlarni nazorat qilib yaxshi tarbiyalash uchun ota-onaning roli nihoyat cho'ng bo'ladi. Bu dunyo ilg'or texnikalik uskunalar va ular paydo qilgan qimmat qarash, fikr va xiyollar bilan intayin xatarlik bo'lmoqda. İlg'or texnika farzandlarning aqli va ruhiyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. İslam dini farzand tarbiyasida ota-ona rolining nihoyat cho'ng ekanligini ta'kidlaydi. Ularni farzand tarbiyasida o'rtaq mas'ul qiladi va farzand tarbiyasini ibodat deb e'tiborga oladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: Er kishi oilasining boshlig'i bo'lib, oilasidan so'raladi. Ayol kishi erining uyida boshliq bo'lib, umu uyning ahvolidan so'raladi. Ota-onaning farzand tarbiyalash uchun ko'rsatgan tirishchanliklari ibodat bo'ladi. Ota-ona farzand tarbiyasi uchun ko'rsatgan tirishchanligi, sarf qilgan vaqti, izdinishi va bu yo'ldagi sabr toqati sababidan qiyomat kuni nijotlikka erishadi. Bularning hammasi ularning yaxshilik mizonida bo'ladi. Shuningdek, har qanday xatolik yoki sal qarash bo'lsa, xato yo'lga elib berishi mumkin. Uning yomon ta'siri oxiratdagi hisobdan sirt dunyoda tunji bo'lib ota-onaga bo'ladi. Bolalarni tarbiyalash uslublari sarxillashib taraqqiy qilyotidi va uning mahoratlari ko'payayotidi. Bolalarni tushunish, samimiy muhabbat asosida hurmat qilish va qoyil qilarlik shaklda ilmiy dialoglish qatorliq uslublar bolalar bilan sog'lom va utuqliq munosabat o'rnatishning eng qisqa yo'lidir. Samimiy muhabbat asosida qoyil qilarlik dialoglashish bolalarning ehtiyoji, yosh va aqliy tabiatiga uyg'un bo'lishi intayin muhim. Oilaning dunyo oxiratda baxtli bo'la olishi uchun ularga Allohdan hidoyat so'rash va ularni isloh qilib berishni talab qilish intayin muhim. Alloh sura Turda mundaq deydi: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Özleri iman aytqan, avlodlarımı əgişib iman aytqanlarning avlodlarini ular bilan teng darajada qilamiz. Ularning yaxshi amallaridan qilchimi kemaytib etmaymiz. Har odam o'zining qilmishiga mas'uldir.